Geyser Minecraft bo'ladi. Bugungi videoda meni telefonimda Minecraft o'chib ketib qoldi. Nimaligini bilmadim. Bitta qatib qoldi. Keyin o'yindan chiqib turib o'chib ketib qoldi. Men qaytadan tortdim. Keyin hozir endi kecha tortdim. Keyin uxlaganman, tortib qo'yib. Bugun mana shu Minecraftda bilasizlar, survival qilaman. Mod qo'shganim yo'q hali. Skinsni ham qo'shish kerak, mod ham qo'shish kerak. Men Minecraftdan tashqari car parkini ham tortdim. Oddiy hali 25 millik g'alatiroq hali qora mashinada kiradi. Shundan keyin shunday asekka kirdim. Haligindaqasidan YouTube'ga kirsangiz 5000 beraman deydi. Shunga haligindaqa bo'ladi, 45 ming qilib oldim. Keyin shunday mashinalarga kirsam, modligini bilib qoldimda, hamma mashina tegi prosta coin, ya'ni tangali mashinalar qulf, keyin donat, ya'ni pulga ochiladigan mashinalar qulf turibdi. Lekin men hali mashina olsam 0 ming turibdi hamma mashina. Keyin eng zo'r tarafdi mashinalarni men mashina olib turib nima qilsam, pul ketishdi o'rniga pul qo'shilar ekan. Haligindaqa masalan ballon olsam yoki boshqa narsalar qilsam pul qo'shilar ekan bolalar. Eng zo'r tarafi mashina. Mashinaqa nima edi? Car parkingda modlarni men qayerdan topaman? Oddiy car parking tortganman, modligini bilmaganman. Haligindaqa car parking tortadi-yu. Men telefonim o'zi aslida car parkingni ko'tarmagan. Gideta hamma o'yinlarimni o'chirib, kerak rasmlarni o'chirdim. Keyin bitta o'yin qoldi, shunda tortiladigan bo'lib qoldi. U katta megabaytli uchun telefonim ushlab turolmaydi. Hali o'yin tortadigan bor menda. Play Market emas, boshqa narsa, Google emas, boshqa o'yin tortadigan bor. Shundan tortdim. Endi pastga tushaman. Menga shunday turilyaptim yo, nima tezlik olyaptim? Nezraytli-yu pastga ketgan. Tezlik olyaptim. Men Minecraft o'ynaganimmi necha kundan beri. Shuning uchun ya'ni bir kun o'ynamadim xolos. Mashinadan bilasizlarmi, kiyim qilsa bo'ladi. Gideta